Sizda jigar so'lishi, ya'ni sirrozga o'tish davri yoki sirrozga o'tdingizmi? Yoki bo'lmasam jigarda zaharlanish bo'lyaptimi? Ko'zda, tanada sarg'ayishlar kuzatilyaptimi? O'tda buklanish bo'lyaptimi? Yoki o'tda qum yoki dimlanish bo'lyaptimi? Prostata bezlarida muammolar bo'lyaptimi? Qoningiz gilos rangidek qorayib ketdimi? Unda Qudrati Norin mahsulotimizdan foydalaning. Qudrati Norin mahsulotini bir osh qoshig'ini 1 litrlik qaynab turgan suvga 5 minut qaynatib 2 soatga damlab o'rab qo'yib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda iste'mol qiling. 2 oy iste'mol qiling va orada rastarovshadan bir kunda 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ham iste'mol qilib, tepada etib o'tilgan kasalliklardan xalos bo'lishga tabiiy yo'l bilan o'zingizga yordam bering. Achchiq, sho'r, muzdek narsalar va hayvon yog'laridan qilingan, o'ta qovurilgan ovqatlardan voz keching va shundagina siz maqsadga erishasiz.